Hali tadbirimiz boshlanish arafasida bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bu tadbirga sizlar tomoshabin emassizlar, sizlar ishtirokchisizlar. Demak, ishtirokchilar tadbirni hamma jarayonida daxldor, chiroyli o'tishiga aloqador bo'ladi. Bahorni fe'li o'zgaruvchanda. Sizlar mehr qilsanglar, quyosh chiqib ketib, hamma joy bir gulgun bo'lib ketadi. Sizlar qahr qilsanglar, hay demasak, hozir yomg'irimiz qorga aylanishi ham mumkin. Shuning uchun kayfiyat sizlar bilan bog'liq bo'ladi. Biz borimizcha imkon qadar qattiq tayyorgarlik qilib turibmiz sizlarni xursand qilishga. Iloyim shu davradan xursand bo'lib ketinglar. Bayramlaringiz, har kunlaringiz bayram bo'lsin. Kayfiyat ko'tarib olish uchun bitta guldiratib qarsak chalib olamiz. Rahmat. Rahmat. Sizlarga tumanimizdagi 10-sonli bolalar musiqa va san'at maktabini orkestri xizmat qildi. Rahmat. Assalomu alaykum. Sadoqat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan ertaklar, buloqlar ko'zida kulgan kechaklar, jannat farishtasi emasmi ayol? Laylini labidan tomgan vafoda, kumushning ko'zida suzgan hayoda, mohlaroyim chekkan jafoda, muhabbat shevasi emasmi ayol? Ko'nglim sizlarni mana shunday xushnud damlarda, hammamizni yayrab turgan bir pallalarimizda yana nimalar bilandir tabriklashga oshifta bo'lyapti. Azizlar, muhtarama ayollar, onajonlarimiz, bayramingiz muborak bo'lsin. Qadamingizga hasanot. Sizlar bahona bugun
tumanimizda yana bir katta fayzli tadbir boshlanyapti. Ana shu tadbirga xush kelibsizlar. Boya aytganimdek, ayollarimizni bahorga o'xshatamiz. Bahoriy o'ziga xoslik bor tabiatda, iqlimda. O'tgan yil shu kunida hamma joy charaqlab, yashnab turgan edi. Mana bugun baraka yog'ib turibdi. Bu ham o'sha fe'l-atvorlaringiz bilan bog'liq. Endi bir yayrab o'tirasizlar, mehr berasizlar toki bugungi davramizda bahor haqiqatdan o'zini nafasini ufursin. Va o'tgan yilga nisbatan bu yil yana bir yangilik bor. Har bahorda shu bo'lar takror degan shiordan qochamiz. Shaxsan hokimimizning tashabbuslari bilan bu yilgi tadbirda katta o'zgarishlar kiritilgan. Ana shu o'zgarishlarning ilk tomoshasini sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Bu yangilik bizni tumanimizni mana shu san'atkorlari tomonidan sizlarga sovg'a sifatida, hokimlik tomonidan sovg'a sifatida taqdim etiladi. Hozir sahnaga qo'yiladigan teatr tomoshasida biz ishtirok etamiz. Bu yerda begona yo'q. U yerda kimdir o'zini ko'radi, kimdir tumandoshini, qo'shnisini, mahalladoshini, yonidagi dugonasini, bobosini, onasini ko'radi. Bu ham o'ziga xos siz bizni mana shu jarayonlarda ishtirokimizni ko'rsatib beradi. Tumanimizning hokimini shaxsan tashabbuslari bilan Lola O'roqova sevimli adibamizni hayotiy kuzatuvlari asosida tayyorlangan, yozilgan asar Yusuf Razzoqov rejissyorligida tuman san'atkorlari tomonidan katta tadbir oldidan sizlarga taqdim etiladi. Birgalashib tomosha qilamiz, kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Birinchi bo'lish yaxshida. Siz ham boshqa bilaylik, qolganlar ham shunday bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Bugun hokimiyat yordamchisi oldida keldik. Birinchi bo'lish yaxshida. Ertalabdan ishlarni boshlab o'taylik. Tinchlik. Kecha yarim kecha uyga siyqishga har kecha o'ngay. Tinchlikka qaradingizmi? Uchachim ishlayapti. Qo'shnilaringizda suyib bor. Qo'shnilarga suyib bor, menga yo'q. O'tgan bo'yi 20 ming pul tayyorladim. Zarur chiqmadimi? Shuni aytganim. Qancha o'qishlardingiz otaxon? Aqlli qilmaydi, bilimdorlik qilmaydi. Va raisga o'zim gapim bor edi. Ketar aytib qo'yma, yana qaytib kelaman. Hammalarning aqli Assalomu alaykum. Assalomu bilmasak, bilimni qiling. Sevgiga o'tgan oyi o'zbekistonda 20 ming tashlagan. Sevgi ichib qoldi. Qo'li qo'shnilardagi sevgi bormisan bor deydi. Qarash keladi sevgi. Har narsaga yugurib kelishadi. Kayfiyat qilishadi. Şahım merdana sayılayan, şahım merdana sayılayan, sayılayan,
Otabek aka. Otabekka, kelib vaqting ketyapti otangga. Qanday? Rahmat. Yaxshimi, rais? Amin, tinchlik. Esonlik tumanli bo'lsin. Allohu akbar. Zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Bayramlar, bayramlaring mana bayram yaqinlashib qoldi. Endi rais yaxshimisan? Alloh ko'yapti. Shu bayramga ataganim bor edi, ota. Bir o'zidan xabar bo'lsa beraman deb bitta pulni bizga qo'yib qo'ydim. Shu bilan qarasam o'zimni guzorimni hammasi bor. Hammasini biliyorum. Şuna men aytdim, raisga boray qolib bir nechara bo'lsa, shuna bestursim, ha, atayman deb kelyapman-da rais. Guzor hammasi bor, hamma. Sizlarni guzorda yurdan qolgan yo'q. Yo'q. Xudoga shukr, hammasi o'ziga to'g'ri. Ya. Endi shu bironta o'zidan qolgan bo'lsa, biron bechara bo'lsa aytsam, bestursim, ataganim bor-da rais. Endi chiqanda nima deydi? Hozirda Xo'p. Meshturboq qishlog'idagi adovat bo'lib, bolalar sabr qildi. Ha, ey kamol. Shuni bitta qizi o'qishga kirdi. Ana sabr. Vaqtida qizlar yig'lab keldi. Kontrakt pullarini to'lamayman, qizi o'qishga kirdi. Agar xo'p desangiz, shu beradigan bolalarimizni shu qizimizni Bo'l qo'yaman. agar yetmaganda Yo'q. Hammasini o'zim beraman. Ya, bu zo'r olib, vaqtini sindirib beraman dedi. Nima deyapsan? Qo'l palon bo'lganda. Ama tartışlardı şunday Şunday. Xudo ham or qo'limizda yapti. Hammasini yetmaslik, tomorqalik orqasida ekanligini. İyi. Olmasa. İyi. O kelin zor çıktı. Ya kelin Kelin zor çıktı de. Şu nima ko'yga solmadim. Bo'lsa bo'laydi. Yechimlar atolmadim. Yo'q, onani ham, meni ham go'rga solib, hammamizni mushti bo'jaga qurdirib, so'y elini qachondan chaqirib Qachondan chaqirib oldi. Ana hozir endi mashina olyapti. Yendira olyapti. To'g'risizmi? Yo'q, kelin olyapti. Kelin olyapti. Ota, halolingiz bo'lsin. Hokimlardan ko'payib ketyapti. Ba'zi birlarini eshikdan hadasang, eshikdan kirib keladi. Uyat yo'q, bandisha yo'q. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Mashinamga loy sachragan. Yo'lni bir chekkaga to'xtab, mashinamni loylarni artib turgandim. Bir tilanchi ayol yugurib kelib, Ko'yiniga sadaqa qiling, jon aka, bolalarim kasal, hajga boring, deb meni avray boshladi. Qo'limdagi vaqtlarni shartdan satdimda, mashinamni tozalab, hech bir so'rasang shu pulni beraman dedi. U menga nima dedi? Men sizni mashinangiz arqamda Haftani burishtirib juftadimiz. Mashina arishga olqinmay. Sen bo'lsa, vaqtda bo'lmaydi. Ya. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Bu qarasam hech gaplar tugadiganga o'xshamaydi. Bizni kirib keluvdimi? Assalomu alaykum. Rais bu assalomu alaykum. Hoji bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ukajon yaxshimisiz? Opa yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Ha, shunday. Ana ochoqda bir duo qilib Allohu akbar. O'zingiz yaxshimi? Charchamaysiz? Rais bu yaxshimisiz? Opa yaxshimisiz? Ukajon siz yaxshimisiz? Ha, tinchlik rais bu. Shu xabaringiz bor. Yaqinda musofirdan keldim. İşte o'xshamadi. O'ziga oyoqni ham sovuqqa oldirib, shu mahallaga kelishdan maqsad shu moddiy yordam berasiz keldim. Çarmıda to'ydan kushakdan giltallab yotsa. Moddiy yordam ishlar qolib qo'yasiz.
Studi yazmış ya. Doğruysa kalfak zıvıcını yiyecekse. Aslında bizi buradan belirli kuşkuyor. Yiyor. Bakın konuşta çürüyorum. Bizde tavuk alışında durmayacak. Kuniga 50 olmuşlardan kesilgan rızgorunda baraka bo'ladi, sotib pul qiladi. Ayni ko'raysiz bu. Quyishni tovuqni berdiz deylik. Ularni quyishga joy yo'q, tatagini yo'q. Qanday qilaman? Endi sharatim bor. Sharoit qiladigan bo'lsa, shuni erta yigitga aytamiz. Borib tovuq katak qo'shsa seni ko'maklashadi, yordamlashadi. Ayni ko'raysiz bu. Tovuq katagini qurdik deylik. Endi bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak. Ularni qanday boqaman? Donini ham, yemini ham o'ylayman. Bir hafta 10 kunlik qilib yetkazib beramiz. Ayni ko'raysiz bu. Yana mayli. Hafta 10 kun o'tgandan keyin qanday boqaman? İstemeyenler ya. Olmasa bo'laveradi. Tovuqlarni boshqa bir qoradan egalariga beramiz. Gazini uxlab beradi. Qanaqa kredit? Ikki chiqatadi. Ya ukajon, kredit bo'lmaydi. Ya kredit bo'lmaydi. Kredit degani pul bo'ldi. Ne olasan, ishlab yorasan, qaytib to'lash bo'lmaydi. İşler yormayız aka. Hep qo'shningiz Ahmad aka 14 ta qo'ygan. Hozir 30 ta bo'libdi. Ben şunu koyayım. Ammo mani ko'rsa hukumatimiz yo'q yani. Ya ukajon, Quloqda. qo'ying, bu kredit bo'lmaydi. Bu Ahmad og'aynimni Ilyos deganda akasi bor, fermer. 50 gektar yeri bor. Qo'y atishay, qo'y borib ko'paytirib olganda, bo'lmaydi kredit, bo'lmaydi. Guys, bu. Moddiy yordam beramanlar edi. Moddiy yordam berishning ham foydalari borda. Mayli. Участковый комитета. Oğlum şumul cinoyat buldu. Cinayet buldu. Adam öldü bak. Ay gördün. Ya qo'lan laf. Hayır uçakoy. Şunday yüzden gideceksem. Aslan somuzu küçüğü. Ninde karab. Bak. Ya. Bulmaca. Mahalleye karamayın. Baykan'dan aldım. Ya bana bakma. Buğru bulmasa, buğru bulmasa, aynı burada buğrumuz bu. Ya bu şu mahallega buğruluk diyordu. Bunu uzatacağım ben. Bunu bu halde Singal Pakır'ı keçik toğana, Singal'ı keçik kozon, öyle kifat çoluyladı, yıkıp giderdi. Bir tanem değil mi? Hanıma. Benim küçükte bağlamam mı? Karak direk, mahallece karak direk. Uçaklara kalın. Uçasın, yakalaga çıkıyor. Yok. Baykan'dan olsa kaydaydı mı? Bu şunu Ahmet'e sen. Askar topuzu ustayım o zaman. Küçüğünü ustayım o zaman. Bıçak kamayı ustayım o zaman. Hayır. Silahcım ustayım o zaman. Moddiy yordam beramanlar edi. Aynen şu gapini koy. Tavuklarni. Ayni ko'raysiz bu. Gidin ki bayrak geldi. Moddiy yordamni beramanlar edi. Shunga kechga bitta do'ppidekkina osh bizni hisobda endi. Niye? Durun dedim. Çek işte ortasına. Salganda gibi dedim. Ya rais bu, qo'pollashmang. Qo'pollashmayapman. Suvardagi Ko'rishingga qara. bersangiz yoningizdan berasizlar. Davlatni puli bo'lsa. Davlat pulini bize deyish kerak emas uni. Biz faqirlarga ham bunday qayishing, biz ham pul qaraylik. Hojatda Gidin kara patlama. Niye kara bola? Otang terus adam sini mamda yürüyorsa. Qarangda, Ben gidin kara. Aray senga bola emas qarmoq beryapti. Tutib ol deydi, nomard bal chaynab bersin. Ya hoji aka, siz aralashmang. Mani uyimda siz bolalaringizga o'xshagan qator avtomashina yo'q. Unday dema.
unday dema, bu mashinalar ham ostidan tushgan yo'q. Tomorqani orqasidan halol mehnat bilan kelgan bolam. Ha, bizlar ham senga o'xshab ishtimo yo'q edi. Tomorqadan foydalandik, mol vaqtdik, qo'y vaqtdik. Hozirda Ya, aylik-ya, hojibo. ishdan yana mayli ketdi. Yana mayli. Ha. Mana o'ligimni ortdan olmoqchi emasman. Xo'p. Shu o'zimni tutolguncha, salgina mahallada yordam bersak keluvdim-da. Ishdan qochmaysanmi? Yo, ishdan qochmayman. Meni marabdir, men chiqaman hozir. Men seni ko'chaga olib boraman. Ey! Ishdan qaytib pul topishni o'rgataman. Men marabdir. Raisman, ansilagan bilan, Qani, ey. Hayriyat, sizni ham ko'radigan kun bor ekan. O'rningizga o'tirmaysiz. 10 martalab kelgandirman. Mahalla raisi bo'lsangiz, biz kambag'alni ham eshitingda. Onamni bilasiz. Otam tashlab ketgandan keyin biz tirik yetimlarni bir amallab katta qildi. Biror marta hadis qo'ydingizmi? Erimdan ajrashib kelganimga 3 yil bo'ldi-ya. Yolg'iz ona bir xol so'ray demadi. Lekin bizni mahalladagilar faqat o'zini cho'ntagini o'ylaydi. Boylarga qarashadi. Hozir o'ylab mingta gapir. Oldaydi. Agar o'tib yumurta yeyotganman, qo'rqdi yeyotganman. Tovuq, xo'roz payxo qiltaylar hammaga. Qachon kelin joyga? Endi raisingga tovuq quvib yursinmi? Ya. Men borib sizga tovuqlaringizni, Ye. o'zingizga qorovul qiling. Yo'q, qorovul qilmang. Bas qiling. Men dardimni aytgani kelganman. Men ularga bir tushsin, hozir bittalab yurib olaman. Men ham dardim bilan kelganman. Sen o'ylamani eshit. Mani eshit hozir. Boshqani ko'rdingmi? Ayollar qo'rqadi. Ayol yomon. Qizim o'tirib. Opajon, o'zingizlar senga ko'mashlashib bergandingiz. Shuni bilaman. Yursangiz shu mahallaga qaytib kelmayman deganingiz. Shu gap birdan esingizdan chiqmadimi? Ha, olgandim. Sotib yubordim. Kunimiz o'tmadi. Onamni davolatdim. Nima? Endi gadoyini qilishim kerakmi? Ha? Sizlik ortidan mutfaq ishlatayotganlar ko'p qancha. O'zimga bir ishlashni xohlamabsiz-da. Siz meni dangasa demoqchimisiz? Haqorat qilyapsiz. Haqorat uchun qonun bor. Bilib qo'ying. Bitta yordam olgan men emasman. Mana qanchadan qancha yordam olganlar bor. Yo, pora berishim kerak desa, ha rais? Ay qizgina, o'zingni bosib ol. O'zingni bosib ol. Ishlagan ishlaydi. Ha, to'g'ri. Qo'y iching bilan hamma hisob asos. Ha, hech narsa. Mehnatni tertib, g'ururni to'kmang deysan, g'ururi bor odam mahalladan boshqadan pul so'rab kelmaydi. Bo'lmasa paxtaga chiq. 1 kilosiga rahmat shu bermaydi. 2 ming beryapti. Bir oygina chiroyli yaxshi mehnat qilsang, 5-10 million so'm pul ishlab olasan. Mana senga to'g'ri. Paxta? Nima? Siz bizni majburiy mehnatga jalb qilmoqchimisiz? Yes, sen masala majburiy mehnatga jalb qilayotganim yo'q. To'g'ri ko'rsatyapman. O'zi onam bechora endigina pensiyaga yetib oldi. Nima? Paxtaga yuboraymi? Ertaga kasal bo'lib netib qolsa, davolatni berasizmi? Paxtaga o'ylama. Javob berasizmi? Harakat topgan. Onangni qarasang, o'zing soppa solsan, o'zing bor, bolang katta bo'lib qoldi-ku. Bolam 7ga kirdi, maktabga chiqadi. Tashlab ketolmayman. Ha, unda ukangni yubor. Singlingni yubor. Ha? Singlimni ahmoq bo'lsinmi paxtaga? Qiz bolani-ya? Ha, endi ketaman. Ish olgan, tashlab ketsinmi? Endi pul bermaslik uchun mingta bahona to'qiysiz, bersangiz yoningizdan berasizmi? Bu davlatning pulida. Qara, rais, shu qizimga bir o'z gapim bor. Ha, qanaqa gap ekan? Shu mingta gapirgan o'ylab deb o'ylamadim. Qarab turdim, hozir shu ovlab qoladi deb ovlamadim. Ilan gapirib turgan ekanda, men qarab bolam, nima kamolini bilasanmi? Nimaga ekan? Ha, bilmaysan-da. Ishni xohlamagan, ishlamaganing uchun kamolsan. Meni kelinim bilasanmi, Gulnazar? Ha, taniyman Gulnazar keliningizni. Yasha. Hozir shuni oldiga boramlar, Ibrahim bolasi ham qarab turibdi. Qaytib pul tovush kerak, qaytib ayol boshiga mashina minish kerak, senga o'rgatadi. Tushundingmi? Boraman. Mahalla ham bir beradi, ikki beradi. Keyin davlat misol bor, boraman. Nima?
Raisa. Nima bo'ldi? Bu aytib bolasini nimasini ayt. Men o'zim to'layman kontraktni. Ha, yaxshi qolinglar. Nima bo'linglar? Men o'zim to'layman. O'ylab yotmanglar. Xo'p. Barakangiz. Rahmat. Men mana bu Assalomu alaykum. Men bugun Rossiya xursand. Aytaymi nimaga? Hozir bilib olasiz. Oyijonim. Ha, keling. Oyijonim, mehribonim. Kadrgamsan? Rossiya xursandman. Nimadan buncha xursand bo'lyapsiz? Albatta, men kutgan kun keldi. Joylashib oling, sal ko'taramanmi? Mashinam salondan chiqibdi, oyijonim. Shuni birga olib kelamiz. Kimsan? Yusuf bobo, Hoji boboni kelini qishloqda birinchi bo'lib jindira mashinasi minadi. To'g'rimi oyijon? Keling, chiroyli raqs etishaylik. Nima deysiz? Mashinam salondan Zaftım yok. Görüyor şurada. Kana oturunlar. Ha. Amin. Sizin hatırcamlı olsun. Maşinangda yaxshi kunlarga bayram to'ylarga bo'lib yuramiz. Bizga ham nasib. Ana. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Singlim matluba. Mama, bular ikkovi ham mahallaga boribdi. Ha. Ovziga tegmay bizga obodda yordam ber, pul ber. Anday qil, bunday qil deb raisni holijoyiga qo'ymay aytdim, yoqqa jo'ringlar dedim-da, olib kelyapman. Mana gullarni ko'ryapsanmi? Ha, hoji bu. Shu kelinim vodiyda gul ekamiz dedi. Men aytdim, gulda siyir kelmasa, qo'y kelmasa, qozonni topolmasa, gulingdan nima foyda dedi. Ha, ko'rasiz-da dedi. Shayton mana gullarni ekdi. Oy, rayondan moshin kelib gulni olib ketib, ana shu gulni puliga jentira olyapti. Tushundingmi? Hoji bu. Bu yoqda gul, bu yoqda ko'kat, yana kamiga mana issiqxonaga limonlar ham bor ekan. Qoyil. Bu fikr hammasi kelindan chiqqan. Yusuf ota, Ha. o'zi keliningiz maktabda ishlasalar. Ha. Ortiqcha vaqtlar ham yo'qdir-da, faqat sizlarga o'rgatib tursalar. Yo'q, o'rgatadi ham, o'zi ham qilib bechora. Ha, juda zo'r. Endi yana kelin o'zing aytaqay kelin. Ha, men aytib beraman. Men nima ham deyman. Qaytib ko'ydim zo'r bo'lganimizni ayt. Qanday qilib shunday mashinalar qatorlaganini ayt. Qanday mana iboratlarda qurganimizni ayt. Qanday seni jiratganimni ayt. Ko'zim bilan ko'rsin dedim-da, mahalla ham bir beradi, ikki beradi, mehnat qilish kerak. Ayt bolam, ayt. Xuddi shunda. Yerga boqsang, yer senga boqadi. Qarang, birortamiz bekor o'tirganmiz yo'q. Hattoki bolajonlarimizga do'rishga. Voy, dadajonimni-ku aytmasa ham bo'ladi. Chorvamiz kishining gardanlarida. O'zimiz qaraymiz desam, unamaydilar. Yo, zo'r. Hali bolam, men zo'r, Xudoga shukr, hamma narsa bor. Ya'ni limon deysanmi? Limonlarning orasiga mana chimit, pitrushka, rediska shunaqangi ko'katlarni yig'ib ular ham pul bo'lgan. Ha, hech kamchilik qolgani yo'q. Kelinga rahmat. Kelin zo'r chiqdi. Kelin qarab birovni bolasida men ko'p jilatdim, ko'p qiynatdim. Lekin gapni qo'shib mana shunday holatga keldi. Ko'zlaringdan ko'ringlar dedimlar. To'g'rimi? Ha, Dillozaxon, ro'zg'orlaringni bilaman. Ilgari o'rta holgina yashardinglar. Lekin bitta tomorqani orqasidan shuncha narsaga erishib bo'larmikan? Hech ish yo'q. Ishonib bo'lmaydi lekin. Men og'zim yomonay, bir nima deb
çok ucaraman lekin bilamayın. Keyin buam mening so'kdi deb yurasan. Oppoq soqol bilan senga yomon gapiraman. Ko'zing bilan ko'raman mumkin kemadan keyin. Ko'zing bilan ko'rib turibsan. Abzalni o'zim osmondan chalpaga qo'yaman. Shuni ayting dadajon. Qarang. Bir qarashda ishonib chiqinglar. Lekin uddalasa bo'ladi. Otaxonimiz to'rsatib ham chiqmas. Ha. Rosa kichkina edi. Bu hovliga kelin bo'lib tushunmanki, vale hayron qoldim. Hovli katta-katta. Birorta daraxt chul bo'lib yotibdi. Voy dadajon, suv chiqarar desam, dadam endi to'g'ri kelingan. Bir zamonlar bizlarga ham paxta ekayda kanal to'lib suv kelaydi. Endi paxta ham ekilmay ketdi, suv ham yo'q ketdi, odamlar ariqdan ustiga o'yqirib ketdi. Shunga bilmay ekkaningdan qurib ketadi deydi, to'g'ri aytdim. Lekin men dadajonim, mehribonim, nasos olaylik, suv chiqaraylik dedim, dadajon. Nasos qaysi qo'ling olasan dedi. Seni pensiyam bilan seni oilaga bachalarni osh-ovqati bilan kiyim boshi bo'lsa, nasosni qaysi qo'ling olasan dedi. Nima shunday? Men-ku dadajonimga aytdim. Dadajon, bir oylik maoshimni olaman. Qolaversa, chornikasda o'ynaganman. Axiyri dadajonim sal bir oy qilganday bo'ldilar-ku. Lekin ammo shunchaki gapishib, oyijonim o'rtaga kirib olib, katta qovni ichib. Xolajon, Mama soldan nechara? Bozor bo'lsa, sumkasini o'g'irlatib keldi. aytdim, nasos qanchalik deganda, asfit klub o'chib yotsa, nasos qilib qayta chiqib qo'yadi. Qarishlikda bo'lganlar, qarishlikda nima daydigan ishni buzib qo'ydimda. Kelinim juda gapga usta. Bunda mahkam turib oldim. Dadajon dedim. Yig'lab ham oldim erkak. Axiri ko'ndirdim dadajon. Mana bu ekanda. Suv chiqadi, ekinlikda yetmaganiga issiqxona ham qurdik. Limonlarni ekdik. Yonlarda ko'katlarni, chamanda gullarni, pomidorlarni ekdik. Shu mashinalarni nimadan oldi deb o'ylaysiz? Albatta, chamanda ekkan gullardan limonni hosili 30 million, 40 million, 100 milliongacha daromad qildi. Dadajon. Hoppa to'g'ri. Endi gap yo'q. Gulnozaxon, do'kon ochganlarini ham bilaman. Mahalladan. Albatta. Ko'cha tomondagi uyimizda do'kon qildik. Hozir kechalar yuryaptilar. Qolaversa 2 qavatli qilib qurib beringlar. Endi kattasi bo'lsa ko'paytdi. Hozirga qo'shadi, hozir. Maqbar, sabr shunaqa narsalar. Juda kelinim abjin, juda ishqilardan chiqdi-da. Shunga o'xshayapti mana. Nima bekor o'tgani? Yo'q. Ko'chilikni o'rnataman. Singlimni olib kelaman. Ko'chilikni ochamiz deb qoldi-da ular. Shunday. O'zidan pensiya chiqib, bekor o'tirib, kelinga ko'chilik qilyaptilar, qarashyaptiman. Bu Gulnoz kelinni mahallada yaxshi ingliz tili o'qituvchisi ham deb aytishadi. Voy, bu amerikalikdan ko'p biladi inglizcha. Amerikalikdan ko'p biladi. Boya bir jildilla qog'oz olding nima edi? Dadajonim sipirog. Ana sipirog. Hozir endi oylingda oylik qo'shib beradi. 1 million qadar. Bu toza bu. Gulnozaxon, sizda bekorga xalq oqila kelin demas ekanda. Voy, meni oqila kelin. Albatta, butun qishloq ahli sizni oqila kelin deyishadi. Chunki homilador paytingizda ham tinmay ishlagan ekansiz. To'ppa to'g'ri aytdingiz. Ishlaganman, biroz charchagan paytlarim ham bo'lgan. Ammo buni hech kimga sezdirmagan. Yaqinda eshitgan bo'lsangiz, dadajonim bilan oyijonim umra safarlaridan qaytdi. Biz endi G'aybulla akam bilan Misrga bormoqchimiz. Misr ehromlarini, Nil daryolarni ko'rmoqchimiz. Ham olib qo'yganmiz. Yaqinda uchamiz. Buncha yaxshi. Gulnozaxon, sizga juda hozir kelyapti. Davay. Bu yil limonni cho'p pastya. Yo'q. Limon qalamas. Har qizni cho'qsa bo'lib tushyapti. Bu akamda sovuq soldirgan bo'lsa bordi, bizarniki zo'r. Oralarga ekin qilib qo'yib biz pishyapti. Bu limonchilik bilan shug'ullansam yaxshimi yo chorvachilikmi? Nima masala berasiz? Ota, bir yigitga 40 ming bor. Limon ham yeb.
orasiga ham yaqinchilik qil, chorva ham qil. Har bahar kelsang men ana kartochkaga xaltaga kartochka ikkita o'rgataman senga. Xaltaga? Ha, eshitdim, vodiyga bordim. Sanatalik oltarqa bir og'aynim aytdi, shuni qilib ko'rdim. Xaltaga bunday xaltasi bor-ku, kepak. Shuna to'proq solasan, qonini solasan, kartochkani urug'ini solasanda suv solib qo'yib, issiqxonaga qo'yib qo'ysang, aka bir kartochka bo'ladi, bir mana kalishmasida. Mana bir tane ikki satdik, maqancha satdik? Ana ko'p Yo'q, hojat. Xaltaning ichida kartoshka bo'ladi. Ye. Ya, gapirmay turinglar, bir yozadi bu. Signalishga ketding mashinaga. Yo'q, bo'lmaymiz. Biz ma'q topamiz. Aytuvramizmi? Qaytuvamiz, otam. Barcha ne bo'ladi? Qaytadan. Hop. Kichkinagina bir arzimas, bir tinga qimmat bo'lgan iltimos bilan keldim. Gapirmaysiz otam. Gapirmayman. Manzil dolga chiqsamchi? Men bittagina qimmat iltimos bilan Istiklarayda oradaki uygun var. Kaçını bilseniz zaten. Nima qilib Ya odamlar qoladi, xiyoring bormi? Men de qarang. Davlat ofidat yo'q. Shu o'zimiz. O'zimi. Bittalar qo'kara mana. Ya shaytonlarmi? Yo'q. Ko'zim bitim ko'rgandek. Yo'q. Voy qo'kara. Voy otam. Mana nima qiladi? Qo'ymaydi. Seni shayton kabuti baqalar beramiz. Qara, qaytib olib ketasan uni. Şunu kaçıp uçup akıtama. Oğlum kalış parasını içine bak. Kesin ne akıtama. Yok lan. Yeri alma. Olagay, atamdan soğan teksin. Kim pun hamak oynadı herhalde. Yegin lan. Choy shaktimas. Nega bola qolay? Shu ukam bilan singlimni oldinga olib biz ham issiqxona quraylik. Gullar ekaylik. Pomidor, bodring yetishtiraylik. Mehnat qilaylik otajon. Suvam asasan kerak emas. Shunday boshqatdan qamoqdan gullaylik. Baya bana tanıdık bana da nasıl yakar? O ne kısa su geladi, ne kısa soğuk su geladi. Arkadan bir bana. Rakavina mı? Şu ben rakavina mı? Hatta var bir tane şuraydı. Zaten aşağıda kabirgan. Şuna kabirganı bir hamselere başkan. Gitken ne kadar? Bu atamın hali hoşuna iş ya. Uçuda ne yapar? Kalıp geldi. Bu gaybaga işte pizzalar. Bu limonlarga, ko'katlarga, ana hovlidagi ishlarga kim qaraydi? Shug'ullanishib yotibmiz. Nevaralarimiz hammamiz qilamiz. Non yeydigan-ku. Joyimizda bo'ladi. 10 mingta terak ekdik. Musulxona bo'lyotuvdi. Masalan, pampersni ostida turgan shunday bir plastiklarni men aytdim, senga kerak ekan, kerak nima uchun kerakligini bilasanmi? Yo'qda. Terak eng zo'r havo tozalaydigan daraxt. Aslida 10 barobar mana kislorod ko'p chiqarar ekan. Shuning uchun terak ekmasa ham imorat bo'ladi, ham terak ekma, terak kesdigan. Kesib olsa, raqs bo'ladi. pidini deb o'qishlar chiqadi. U mehnat qilsang. Hozirmi? Hozir o'tgan odam
bir o'tsa va yana Ha, bolamda xizmati shu. Ha. Rossiya bor, oyog'im sovuq. Nima bo'lsa Rossiyaga? Ishlab o'tibsan. To'g'ri aytasiz. Yusuf ota. Ha. Gulnozaxon, sizlarga juda havasim keldi. Ha. Bolam. Havaslaring kelgani yaxshi. Ko'zlaringdan ko'ringlar. Bilinglar deb olib keldim. Voy, bir choy pay qilmadinglarmi, momoya? Ovqat kelsadik. Ya, choy shartmas bu. Rahmat xolajon. Rahmat xolajon. Rahmat xojona, Menga rahmat. qara, sen ham shu rais aytgan 100 ta tovuq olgin, oshna. Tamam. Borib, katagingni men akangga aytaman, akang qilib beradi. Cheskasi bor. Yerini ham haydab beradi. Qarpa buğday mekatan tovuq dallab beradi. Qinglar, tamam. Sen ham singling bilan paxtaga bor. Nima qilinglar? Bizlar musor tozalaymizmi deysan? Shu, ey, kelinim mani, oliy ma'lumot, diplomi bor. Taqib qildi, og'il tozaladi. Mani yana qara deydiramini deyapti. Ha, mehnatdan qochmanglar, bolalarim. Shu G'aybulla akam bilan ko'rishsam. Xo'p. Men ham santirlikni o'rgansam. Yetmaganiga aytganingizday borib raisdan shu berilgan tovuqni olib o'rgatadi, hammasi foydalansam. Mayli, o'rgatadi. Bizga ibrat bo'ldi bu. Ya, men ko'zlaringdan ko'ringlar. To'g'ri aytasiz otajon. Ya, bolam. Ha, qilinglar. Asab qilib, asablari ishdan chiqibdi. Nima deganimni o'zim ham bilmayman. Keyin aytgan gaplarimga pushaymon bo'laman-da, ota. Ha, pushaymon. Gulnozaxon, sizdan maslahat so'rab tursam maylimi? voy bu nima degan? Albatta, o'rgilay. Xohlagan paytingiz keladi. Xohlasangiz umra qilib qo'ysangiz ham mayli. Singlingizni olib kelsangiz, ko'chlikni o'rgataman, qoladigan turdan chiqaylik. Mana bunday chiroylilarni Ha, hammasi albatta qarang, onajonim turmushga chiqqan paytlarida menga shunday so'z aytgandilar. Nima deganing, bolajonim, seni daryoga tashlayman. Cho'kib ketasanmi, suzib chiqasanmi, buni hali bilmayman. Faqat senga yaxshiligim ikki qo'lim duoda edi. Ha, shunday bo'lsa yana duo qil. Qarangki, bir kuni men onajonimga qo'ng'iroq qilib, onajonim, men cho'kib ketmadim. Suzib chiqdim dedim. Maqsadingiz aniq bo'lsa, barchasiga erishasiz. Bu hisobda sizga ham qat'iyatlikni ko'raman. Ha, bu ham qiladi. Hammasi yaxshi. Aytganingiz kelsin. Mehnatdan kelsa boylik, Turmush bilan chiroyli. Tunlari oymama yoritar bedor, kunlari oynadek tiniq beg'ubor. Gulzorlardan yaralgan bir yurt bor, bu mening yurtimdir, mening kitobim. Bu bizning yurtimiz, bu bizning shahrimiz, bu bizning faxrimiz, bizning kitobdir. Tarifi bir so'zlar jannatga moyil, yoki jannat shu yurtdan bo'lganmi nozil. Bu rostdir ko'rsa kim bo'ladi qoyil, bu mening yurtimdir, mening kitobim. Bu bizning yurtimiz, bu bizning shahrimiz, bu bizning faxrimiz, bizning kitobdir. Tog'lardan yaralgan qal'a devori, xalqining tog'laridek iymoni ori, mehmon do'st qalbi pok, tinchlik shiori. Bu mening yurtimdir, mening kitobim. Garchi zamin uzra o'lkalar siyro,
bundayin yurt yo'q bo'lsa ham kamyob nomi kitob vasfi tuganmas kitob bu mening yurtimdir mening kitobim bu bizning yurtimiz bu bizning shahrimiz bu bizning faxrimiz bizning kitobdir bu bizning yurtimiz bu bizning shahrimiz bu bizning faxrimiz bizning kitobdir bizning kitobdir davomli qarsaklar bilan olqishlab qo'ysak arziydi deb o'ylayman, to'g'rimi? Qanday bo'pti? Maza qildik-a? Ayniqsa yengil tabassum bilan muammolarimizni ham shunchalik bir yedirib berishganki, o'zimiz bevosita ko'rib yurgan narsani yana bir marta ko'z o'ngimizdan o'tkazdik. Hattoki bu asarda yechim ham ko'rinib turibdi. Demak, mana shu yerda ishtirok etayotgan bizning faollarimiz hayot tajribalarida bu narsani bemalol qo'llasalar bo'ladi. Bu boshlanishi edi. Asosiy tadbirlar endi bo'ladi. Asosiy tomoshalar endi bo'ladi. Unda ishtirokchi bo'lasiz, o'ynaysiz, yayraysiz. Ungacha bizni mana shu oraliq vaqtimizda sizlar yaxshi ko'radigan yana bitta qo'shiqni taqdim etamiz. Qahramon shoirimiz bor edi. Erkin Vohidovni hamma biladigan misralari bor. 18 ga kirmagan kim bor? Bog'ingdan gul uzmagan kim bor? Sevgi haqda yozib 4 satr sirdoshiga asta ko'rsatib, qo'shni qizga bermagan kim bor? Har bir davrni o'zini qo'shig'i, she'rlari bo'ladi. Mana shu yerda o'tirgan onaxon opaxonlarimizni o'z davrini qo'shig'i, she'rlari edi. Keyingi paytda mana shu yangi davrimizda yana bir qo'shiq trendga chiqdi. Bu To'ramurod Karimberdi To'ramurodni ko'pchilik quloqiga singib qolgan "Hu, olis 18 yoshimda edi" degan qo'shiq. Ana shu qo'shiqni Doniyor Ro'zimurodov ijrosida sizlarga taqdim qilamiz. Marhamat. Bir bahor bo'lgandi beqaror edi, dilga ishq to'lgandi beg'ubor edi, bir go'zal kulgandi betakror edi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Jidazor poyoni hech ko'rinmasdi, tonggacha kezardik ayrinmasdi, bizlarga baxtlar qushlar tinmasdi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Kuylagi oq edi, beg'ubor edi, meni maftun etgan bir ifor edi, 17 yosh qizning hidi bor edi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Jidazor poyoni hech ko'rinmasdi, tonggacha kezardik ayrinmasdi, bizlarga baxt tilab qushlar tinmasdi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Jidazor poyoni hech ko'rinmasdi, tonggacha kezardik ayrinmasdi, bizlarga baxt tilab qushlar tinmasdi, bu olis 18 yoshimda edi. Bu
olis 18 yoshimda edi. Yodimda visolning eng sirli labimda qolgandi lablarning ta'mi. Bu edi bu sening birinchi dami. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. 18 yoshdaman, yillar o'tsa ham, yoshim hatto 90-100 dan oshsa ham, aytinglar dunyodan karim o'tsa ham, u olis 18 yoshida edi. U olis 18 yoshida edi. Aytinglar dunyodan karim o'tsa ham, u olis 18 yoshida edi. U olis 18 yoshida edi. Ingullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shundan beri tilimda ting, shundan beri dilimda ting. Ingullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Qushlar sayrar jonimga payvas, men sevgimning kuyi bilan mast. Tuni bilan dalada qoldim, lolazorlar ichra yo'qoldim. Quchoq gullar terganim va keltirib senga berganim. Kechagidek hamon esimda, har soniya har on esimda. Shundan beri tilimda ting, shundan beri dilimda ting. Ingullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. La la Rahmat. Rahmat.
opalar, bo'lmang sira xafalar. Malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar. Malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Yorug' dunyo kerak menga, oxida bulbul sayragan ko'rkam diyor kerak menga. Oxida bulbul sayragan ko'rkam diyor kerak menga. Kerak vafoli yor, dog'lar boshida yotar qor. Menga kerak vafoli yor, bag'ri butun yuzi anor, aqli raso bir yor kerak. Bag'ri butun yuzi anor, aqli raso bir yor kerak. Düşmaniga sirin aytmagan, el yurtini o'ylagan, el g'amxo'ri kerak menga. Yigitki yo'ldan qaytmagan, dushmaniga sirin aytmagan, el yurtini o'ylagan, el g'amxo'ri kerak menga. Bahar yayragan bir gul diyor kerak menga. Shoxida bulbul sayragan ko'rkam diyor kerak menga. Shoxida bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga. Yorug' dunyo kerak menga, el g'amxo'ri kerak menga. O'tirmanglar. Ana endi o'ynoqi lazgiga sizlarni taklif qilamiz. Qani hamma raqsga. Giriftaram, aman.
boshi omon bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz bo'lmas. Omon ey, omon. Mana aşık olsağın lazım edir ağa dedi. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Yüze ilkin elgisim, vahni bana kara dedim. Cümlemi canın alıcı iki kara kara dedi. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Derlerin ağzıma yedim, can tatayın ana dedim. Nerede takarsın eyleman yok mu ölüm sana dedi. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Üstüne aylayınlasın. Hüsnüye eyleyin nezer, ben seni bir kara dedim. Hüsnüye eyleyin nezer, ben seni bir kara dedim. Yaşırman yüzünge değmez sana bir hayat dedi. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. Ağay kamına dedim. Ağay kamına dedim, eyleme gırama dedim. Ağay kamına dedim, eyleme gırama dedim. Can kapardı canı yakınlarınca fida dedi. Ala göz boy boy, kara göz boy boy. 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 Hurmatli aziz opa singillar, bolalarim, nevaralarim, bugun juda ajoyib bayramni guvohi bo'lib o'tiribmiz. Men bitta narsani hozir nima qilib o'tiribman. Oldingi madaniyat saroyidan hozirgi madaniyat saroyida yaxshi juda ajoyib san'atkorlar yig'ilibdi. Bugun mana shu san'atkorlar o'zlarini vaqtini ayamasdan bizlarga mana shunday xizmat qilib o'tiribdi. Chiroyli o'g'illar kelibdi, yigitlar kelibdi, qizlar kelibdi. Yana ham bu ko'payaversin. Teatr tashkil qilish kerak. Teatrga juda chiroyli, yaxshi masalalarni ko'tarib chiqish kerak. Mana Mirziyoyevda olib borayotgan ishlarini juda ham ko'tarib chiqish kerak. Mana bu yerga bajarish kerak. Endi men juda xursand bo'ldim. Bugun hammalaringga katta muvaffaqiyatlar, 2006-yil baxt, iqbol, muvaffaqiyat yili bo'lsin. Tumanimizga ham, mana hokimimizga ham. Hokimimiz ham zo'r ish olib boryaptilar. Mana shu hokimimizni bola chaqasini huzur halovatini ko'rib yurishlikda, doimo mana shunday yoshlarni o'rtasida bo'lishlikda, xalqning orasiga kirishlikda, har bir xonadonga kirib chiqishlikda, har bir mana bu san'atkorlarning ishini baholashdi va mukofotlashdi. Hokimimizga mana shuni topshiriq qilib beraman. Ana endi
Mana medallar olgan, mana shu yerga o'tirgan xotin qizlarimiz ham kunini, ro'zg'orini o'ylamay, erini o'ylamay, bola chaqasini o'ylamay, faqat ishga berildi. Ishga berilib o'zini mana shunday ishlari bilan, mana Munavvarxon, mana Sultonova, mana Lobarjon va boshqa xotin qizlar ham ana shular juda yaxshi tabriklab Mirziyoyev ko'ksiga mana shunday medallar taqib qo'ydi. Bu medallarda endi natijalari juda ko'p yaxshi bo'lishi kerak. Rayonimiz Kitob tumani respublikada birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bizlar qanot bo'lishimiz kerak. Hammamiz. Shuning uchun ham aytadi-ku, bir dono aytadi. Onajon, qarzim ko'p sendan. Ammo sening qarzing yo'q mendan. Men seni hamisha eslab yuraman. Onajonim, endi qayerdan topaman? Hammamiz bir-birimizga g'animatmiz. Hammamiz bir-birimizni hurmatimizni joyiga qo'yishimiz kerak. Bir-birimizni e'zozlashimiz kerak. Mana bu ham bir davr. Mana shu davrlarda hammalaring eslab yurasizlar. Menday qarigan paytlaringda men ham ana shu yerlarga kelib, mana shunday xotin qizlarga xizmat qilganman. Ana shuning uchun ham meni ham tanishlarim ko'p. Shuning uchun mana bu yigitlarimizga yana aytaman, muvaffaqiyat tilayman. Sog' salomat bo'lsin, oilaviy baxt tilayman. Mana bu qizlarimiz, yigitlarimiz o'sib respublikaga ko'rinib bizlarni xursand qilsin. Mana hozir xizmat qilsin respublika bo'yicha. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekistonda O'zbekiston xalq artisti degan unvonlarni mana shu egasi bo'linglar sizlar. Meni tanimasalaring, men Xosiyat Jabborova bo'laman. Doimo mana shu nimaga? Mana shu kitobga xizmat qilganman. Kitob xalqiga xizmat qilganman. Mana hammalaring to'ylarda ham obod qilinglar. Mana shu tumanlaringda ham obod qilib yuringlar. Muvaffaqiyatlar tilayman. Yanagi yillarda hammamiz ko'rishib yurishdi. Allohning o'zi nasib aylasin. Alloh akbar. Rahmat, Xosiyat opa. Xosiyat opamga ham bir iltimos qilamiz, yuzga kirsinlar. 8-mart bu. Ayollar o'zlari haqida aytiladigan hamma gapga hech e'tirozsiz qo'shiladigan kun. Sizlar hali 8-mart kelmay shuncha olqish, shuncha tabriklarga sazovor bo'ldinglar. Bundan ko'piga erishinglar. Xudo xohlasa, bugun sizlarni ko'ngillaringizni olishga harakat qildik xolos. Necha oylik oldik bilmadik. Buni endi sizlardan bilamiz. Xudo xohlasa, keyingi tadbirlarda yana shunaqa ko'payishib kelaylik.